motor olib kelishgan. Xitoyniki ekan. Xo'p, buni asosan oshxonalarga, uylarga ventilyatsiya hisobida olishadi. Bizga olib kelishadi. Mana uni shu 25 lik bo'lsa, bizga 100 ga yo bo'lmasa 150 ga moslab bering deyishadi. Xo'p. Motorimizga kalso qo'yib oldik, 25 diametrli. Xo'p, uni chekasini uskunamizni qayrib oldik 1 sm dan. 25 diametr kalso. Bunga xo'p, moslama qilib oldik. Bu yog'i 25 diametrlik. Shu yoqqa tushadi. Bu tomoni. Mana bu tomoni. Diametri 100 lik. Mana boya sizlarga ko'rsatgan tunikamiz varanka qilib chiroyli qilib oldik. Endi buni mana bunga shunday qilib o'rnatamiz hamda tunimizni shunday qilib bunga kirgizib qo'yamiz. Bundan davom etib bu yoqqa polietilен bilan o'tib ketadi. Mana xuddi shu holat. Motorimizga tayyor bo'ldi. Xizmat bo'lsa Bek Metal Tunik xizmatlari sizning xizmatingizda.